Sevimlik məstələr yaxşımısızlar? Oruqlab güzel buluş hamma ayollarning mangulik arzusi. Men bugun sizlarga mush temadagi film Husn Tuzat suyuqligini so'zlab beraman. U o'zini kamsitib yuradigan semiz qiz bo'lib, oruqlab güzel bo'lay degan arzusi bo'lsa-mu, biroq og'zini boshqara olmaydi. Bir kuni u tasodifiy holda badan chiniqtirmasa-mu, o'qul urg'uzmasa-mu güzellashib, oruqliqli bo'ladigan Husn Tuzat suyuqligini topshirib oladi. Dastlabda u bu narsaning chiroyini o'zgartib, oruqlatadiganligiga ishonmaydi. Lekin sin tushuntirishidagi sat qizning bu suyuqlikni u yer bu yerlarga surib sat o'rdak chujisidan go'zal oqqo'g'a aylanganligini ko'rib, suyuqlikni sinab ishlatadi. Qiz yataq uydan chiqqanda qizning yuzining Barbie qo'nchoqdek go'zal bo'lib ketganligini ko'rgan ota-onasi hayron qoladi. Tez yetkazilish adresiga asosan qiz Husn Tuzat suyuqligi bor joyga keladi. Uyning eshigini qisqachashliq bir qiz ochadi. Qiz qisqachashliq qizning jalbkor badan shaklini ko'rib bakmo havas qiladi. Qiz burundan semiz va sat bo'lg'achqa doim boshqalarning mazoq qilishiga uchrab kelgan. Endi dabdabalik o'zgarish fursati yetib keldi. Ammo bu Husn Tuzat suyuqligining bahosi bak qimmat bo'lib, u go'zallik uchun ota-onasiga "Agar menga degan pulni bermasanglar o'lib olman" deb tahdid soladi. Balaga qolgan ota-ona uyan-buyan mengib, oxiri bu pulni hal qiladi. Qiz Husn Tuzat suyuqligiga qachilangan vannada yotadi. Qisqachashliq ayol asta-asta saymonlarini elishga boshlaydi. Semiz qiz Husn Tuzat suyuqligiga qachilangan vannada yetib chiqib, giganit Barbie'dan haqiqiy Barbie'ga aylandi. Bir botulka Husn Tuzat suyuqligi uning kilangsiz hayotini o'zgartirdi. U ko'chada manganda sansizlagan kishilarning o'g'irlik chiqarishiga muyassar bo'ladi. O'zidan suyungan qiz kartadagi barliq pullarga kiyim, somkasi yetib olib, chash yastidi. Uning nurg'un o'g'illar ko'z tashlaydi. Bu mezgilda qiz yemak-ichmakka diqqat qilmay, yana burunqidek samirib ketadi. O'zining burunqi holatiga qaytib qolganligini ko'rgan qiz huduqib, davomli Husn Tuzat suyuqligi ishiltib, asliga kelmoqchi bo'lib, yon telefonning qo'ng'iroqlik soatini 30 minutga to'g'rilab qo'yib, vannada Husn Tuzat suyuqligiga chilinib yetib uxlab qoladi. Bu chaqda qiyirishqandek yon telefonning to'ki tugab, o'zligidan etilib qoladi. U uyg'onganda o'zining erib xuddi lay patqaqa o'xshab qolganligini ko'rdi. Qizning ota-onasi bu manzarani ko'rib qo'rqib ketadi. Qizning asliga kelish uchun ular nurg'un Husn Tuzat suyuqligi bilan qizni qutqizib, o'zlarini qurbon qiladi. Gerçi qizning ota-onasi butun kuchi bilan qizni qutqizgan bo'lsa-mu, qiz yanala g'alati bo'lib qoladi. Qiz amalsiz yana bir qitim qisqachashli qizni izlashga majbur bo'ladi. Lekin dunyoda nadimi bekorga yeydigan kechlik tomoq bo'lsin. Pul bo'lmasa nadimi go'zal bo'la olsin. Semiz qiz qisqachashli qizga tizilib yalvordi. Oxirida qisqachashli qiz uningga mehr shafqat qilib, yuzini qaytadan chiroyli qilib qo'ydi. Lekin qizning badani yanada semiz edi. Semiz qiz hozir holatiga tan bermay, go'zallik uchun qisqachashli qiz bilan Husn Tuzat suyuqligini talishib urushdi. Semiz qiz kuchlik bo'lg'achqa qisqachashli qizni urib yo'qtidi. Shuningdan e'tiboran uning hayoti eng yuqori pallaga chiqdi. Cho'lpon bo'lib ko'plagan televiziya filmlarini ishlaydi. E'lon qabul qiladi, nurg'un mastonlar bo'ladi. Uning shuhratparast yuragi zo'r qanoat hosil qiladi. Lekin u ekran oldidagi birisining uningga ko'z tikib yurganligini bilmaydi. Bir Husn Tuzat suyuqligida semiz qiz o'zgarib cho'lpon bo'lib qolmay, yana oqatliq shahzodasiga uchraydi. Bu kelishgan erni semiz qiz izchil yushirin yaxshi ko'rib kelayotgan edi. Bu er qizning eng ko'rimsiz vaqtida uni tunji bo'lib, ko'z qarchig'ingiz bek chiroyli ekan deb maqtagan odam edi. Ahvol mushundaq bo'lg'achqa qiz erga shartsiz ishindi. Tangdashsiz go'zal qiz nihoyat tezla bu er bilan munosabatini bekitdi. Biroq uzun o'tmay qo'rqinchli bir ish yuz berdi. Semiz qiz uning sirini bayqab qoladi. Bu qizning tunji qitim erning uyiga kelishi bo'lib, butun oilaliklar bilan tushgan suratdagi kishilarning hammasi nihoyat chiroyli. Lekin u doim og'zidan tushirmaydigan ikkinchi ojizlar sat edi. Qiz erkashlik tomoq tayyorlik qilayotganda uning yotoq uyini ekskursiya qilib, bir qutining ichida o'zi ishlatganga o'xshash basondagi Husn Tuzat suyuqligini bayqab qoladi. Ajba ular bir yo'ldagi odamlarmidi? Orqadala u taratmadagi nurg'un kimlikni bayqaydi. Har bir kimlikdagi ayolning chiroyi o'xshamaydigan bo'lib, semiz qiz bir ishni tushungandek bo'lib, fursatdan foydalanib tozliq uyga kirib oladi. U bu yerda vannaning qon yo'qi turganligi, atrofning saymonlar bilan to'lganligi, tamga o'xshamagan ayollarning surati chaplanganligini, tamda o'zining surati borligini bayqaydi. Aslida yaqinda yuz bergan ayollarning yo'qab ketish delosining hammasini u sodir qilgan bo'lib, bu chaqda er paydo bo'ladi. Er burunla hammaga tayyorlik qilib qo'ygan edi. Bu er amaliyotda oila suratidagi eng sat ikkinchi ochi bo'lib, u bek sat bo'lg'achqa kichikdan tartiblar rayimsizlarcha masxara qilinishga uchragan. Lekin chiroyli ochisi nima ish qilishdan qat'iy nazar hammasi to'g'ri. U oxiri faqat chiroyli bo'lgandala, ondan hidoyat topqil bo'lganligini tushunib Husn Tuzatdi. Ammo u aslida bek sat bo'lg'achqa o'zi o'ylagandek unumga erisholmaydi.
Baxtga yarasha u husn tuzash suyuqligiga uchrab arzusini amalga oshirdi. Ammo go'zallashish yo'lining oyga chiqmaydigan bo'lg'achqa, u biroqli bir er kishiga aylanib, dunyodagi eng go'zal narsalarni yig'ish qaroriga keldi. Semiz qizning ko'z qarchig'i bo'lsa shularning birisi edi. Biz go'zallikni qo'g'lashsak bo'ladi, ammo chekdan oshirib o'tmasligimiz kerak. Qadrlik mastallar, kelarki filmni ko'rishaylik. Xayr xo'sh.